aka. Aka. Yetadimi o'tishga mana shu joydan? Ashyo opasniy-yu. Bundan ham opasni bor ekan. Undan keyin tepadagi zipline borib, o'sha ziplineda bu tomonga o'tar ekanmiz. Onasini. Bu yoqqa o'tgandan keyin Marioda yana bitta kanatlari bor ekan, u kanatlarga u tomonga o'tar ekanmiz. Ti, akalar. O'zini duxi beryapman. Biza Andijonga keldik. YouTube 3-qismini mana Andijondan boshlab sizlarga ko'rsatib beramiz. Mana boru. Juda ham opasniy, mana shu naroga o'tar ekanmiz-da. Mana hamma startda 360 kameralar, naroda komanda. Bu tabiat qaranglar. Gap yo'q. Akalar, Andijonda shunaqa turizm qishlog'i yaratishibdi. Qaranglar, sekin naroga yuraveramiz. Likilirkan men boru. Lekin 3-qism vashi qiziq bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Qaranglar. Naroda futbol o'ynashar ekan, futbol. Naroda chaqpaliklar ham bor, ko'rasan mana. Vashi gap bo'lishi mumkin emas. Naroda kachelalar ham bor, ko'rasan. Qani sekin o'rtasiga borib ko'ramiz. Akalar, hozir naroda kanatlar bor. Kanatlar ham uchamiz, xudo xolasa. Shuna pasimiz mana. Masjid ham bor. Mana o'rtasiga kelyapmiz. Mamlik lotdi bor-ku. Uzilib tushdi. Astag'firulloh. Va, mana bu tabiatning go'zalligini qaranglar, akalar. Mana qaranglar, nima deyapti? Shu jinni-yu. Ala qo'rqamiz. Sakrama o'ymish. Akalar, o'g'alni ko'rasizlar. Vashi qiziq ekan lekin. Kamera tushib ketmasa hisob, aka. Aka, Kamera, motor. o'zingiz tushsangiz ham kamera tushmasin, brat. Ketdi. Qani? Niyat qarang. Bloger bo'lisham. Ana aytadi-yu. Operator, sen ham odamsan-u deydi-yu. Sen bunaqa joylarga bormagansan. Ko'rmagansan. Ketdilar, brat. Akalar, hozir ziplinedan uchmoqchimiz. Shu jinnisi ekan lekin. Hali yetib bormadi ana odam bor. Da Jahon. O'tir. 2 metr kirgan. Hozir bitta tushib ko'ramiz. Bizlar ham gal keladi hozir. Qaranglar. Qo'nli tog' bilan o'ralgan bu yoq. Ko'rasan? Gap yo'q. Akalar, endi men o'zim o'tirib oldim. Abdurahmon aka mana kuzataveraman deyaptilar. Hozir boshlaymiz. Hamma qarab turibdi-yu menga. Akalar, biz zipline'ni 4taligida uchamiz. Mana. Abdurahmon aka qalay? Boshqacha. Jinnimi? Pastuni ko'rasan, pastuni. Va, lekin bor. Nimaga? Mana ushab qolaman. Lekin maslahat beraman, kelinglar akalar. Yaxshi zo'r ekan. Qaranglar, pastda odamni yuribdi mana. Vaqtda mana kasheli tushyapti. Voy, qachon boramiz? Lekin sekinroq uchar ekan, to'g'risi. Biza boy tepasida uchdi shuni. U vashi tez ekan. Baratni yengib kachelilar qurilyapti. Andijon zo'r. Akalar, Andijonda oshni jinnisini yeydigan payt keldi. Mana qaranglar, oshni. Bo'ldi. Voy. Короче, bu yoqda go'sht, bu yoqda osh, mana bu yoqda har xil ovqatlar bor. Xo'p, короче, Andijonda tadbirdan o'tkazib oldik.
Xudo xolasa endi ovqatlanib, sekin yana aylanamiz. Okalar, Kibr ko'cha deysiz. bizni Andijonda Kibr ko'chaga keldik. Ukam nimaga bu yoni Kibr ko'cha deydi? Men shuni kommentariyaga yozishni bilmaymiz-da. Bo'ldi-da. Короче, ashi brendiviy do'konlar hammasi takoy qimmatbaho sotiladigan do'konlar ko'p ekan bu yerda. Qaranglar. Voy mashalloh, var yorib qo'yishdi lekin. Takoy o'zimizning Sibir. 20 xuddi Sibir. Sibirda. Qara eshitdi. 24 ga yetishlar ekan va bunaqa ko'chadan 4 ta ekan Andijonda. Ha, yo'q. Bo'lyapti. Gap. Xuddi shunaqa ko'chadan 4 ta tushyapti. Hatto bo'lmaylari lekin Toshkentda ham bunaqangi ko'cha menimcha yo'q, 24 ga yetdi. Lekin yorib qo'yishdi, kak Yevropada yurgandek yuribman. Addushi. 24 soat Andijonga kelsanglar, shu ko'chaga kirib ko'ringlar. Bu ko'chani o'zini anaqa xalq tilida nomi bor ekan. Kibr ko'cha. Anaqa, aka, bu joy ochilganiga pashti 1 oy bo'pti endi. Tekshirib ko'ramizmi? Qani? Qani emas. Gap shundaki, ba'zi bir ahmoq blogerlar tekshirib ko'ramizni bosib, o'zlaricha biz sizlarni tekshirgani chaqirdik dedi. U ichki ishlar xodimining boshqa ishlari bor, to'g'rimi? Nimadir bo'ldi masjidga kelgan. Keyin unaqa qildik. Unaqa qilmanglar ba'zi birlar. Bu knopka siz bosganda boshqa haqiqiy odam ham bosgan bo'lishi mumkin-da. Shunaqa. Shuning uchun bunga tegilmaydi. Ishlaydi. Lekin havo zo'r bo'ldi, takoy. Ozgina salqingina. Qaranglar, lekin odamlar juda ko'p. Qoyil qoldim. Lekin bu joylarni arendasi qimmat bo'ladi. Nima istaylar uje Kibr ko'chayu bu, Sibir. Takoy log'ki sentrskiy bo'ldi yuribdi. Biz aylanib yuribmiz. Orqadan naroda dirshotgangilar. Qali. Chiroyli qo'ki, darxona ko'rdingiz Pavloni? Zo'r. Lekin menga yoqdi. Mana takoy, opalar ham yurib qo'shar ekan bunaqa. Equinox. Operator, ey. Sanam odam sanu operator deydi. Gap yo'q. Bu operator tanidinglarmi? Boy biz bilan yuruvdilar, biroq. Gap yo'q lekin bor. Yoqmasligi ekan. Menga yoqdi. Kelinglar, maslahat beraman. Mana bu yoqda hamdaqa takoy mashinalar bo'lar ekan. Gap yo'q. Biz endi gostinitsaga joylashdik. Hozirlarga gostinitsani atmosferasini ko'rsaman. To'g'risi odam bashi charchadi bor. Mana hatto takoy karavat, bu yoqda Abdurahmonga ham cho'zir yozibdilar. Mana bu yoqda takoy o'tiradigan joylari juda katta ekanligi. Juda katta, lekin yorishibdi. Nima edi Abdurahmonniki oti? Premier Hotel. Andijon kelib qolsanglar, Premier Hotelga kelinglar. Yep-yangi gostinitsa ekan, qaranglar, hamma mebellar yangi. O'zi eng zo'r gostinitsa bu yangi gostinitsa bo'ladi, shuni bilib qo'yinglar. Endi buni balkonni bitta ko'ringlar, okalar. Voy, gap yo'q. Qanday hatto joy bor ekanda. Shundoq podez ko'rinar ekan. Qaranglar, eng zo'r tarafi shundoq mana. KFC bor. Mana yoqda Bellissimo. Juda ko'p narsalar bor ekan. Hop, ana eng populyarni ko'cha joylashgan ekan. Okalar, xudo xolasa YouTube 3-qismini tugatamiz. Oka tashqari ochiq qo'yib zo'r havo kiryapti bor. YouTube 3-qismini tugatamiz. Videolar qiziq bo'tgan bo'lsa, motivatsiya berib, like bosib qo'yinglar, jo'natinglar, qo'ng'iroq tugmani bosib qo'ysanglar, keyingi yangi video qo'yilganda sizlarga ogoh berib turadi. Bitta like bossanglar, biz xursand bo'lamiz. Keyingi videolarda motivatsiya beringlar, komment qoldiringlar, nimalarni ko'proq gapiringlar. Xudo xolasa endi 4-qism inshaalloh. Okay, Farg'onagami? Farg'onaga yo'lga chiqamiz.
Hammanglarga Abdusha rahmat.